Alloh saqlasin bu yerda o'tirganlarni va hammamiz Alloh saqlasin. Bunaqa fitnaning ustida bilamiz kimligimizni. Bu yerda o'tirganlar uchun hozir zinodan hech qanday imtihonni o'tmayapsizlar. Chunki bunaqa zinoga imtihonda o'zi yo'q bu yerda. Qachon bo'ladi? Qachon siz o'sha poyezda ketayotganingizda, qachonki siz bilan bitta ayol yakkama-yakka qolganda, qachonki ayol o'zi talab qilib turgan paytda yo'q deya olasiz, shunda imtihon bo'ladi. Ungacha men zinodan imtihondan o'tyapman, men zino qilmay yuribman demaylik. U ustida bilinadi. Yerda 100 so'm yotibdi. Hech kim yo'q. Nima qilamiz? Ungacha taqvodor birodar haqidan qo'rqish haqida masalasi o'qib yuramiz. 100 so'mni ko'rganda o'zingiz sining shu yerda kimligingizni. Oxlab o'tib keta olasiz, Allohu akbar, Alloh yordam berdi. Bu yoqqa qarab turib necha marta 300 marta so'rasalar ham sizlarniki bo'lmaydi. Shar'iy hukm shuki, topilgan narsa 1 yil ushlab turasiz. 1 yilgacha egasi kelmasa sadaqa qilib olasiz, savob o'sha egasiga bo'ladi. Sizga faqat bu fitna bu. Ishlatib qo'yishingiz ehtimoli bor. Ya'ni hamma esli. To ana shu fitnaning ustiga kelmagunicha. Ana deb qo'yasiz.